maydice şahidi iş kişi kalacağım vallahi. Ben Nissan e-Power deb gazap so'rab ketgan tonglar. Her ish kelsa 2022dan 2022dan ish kelsa har qanday tekshirishni qabul qiladi. Her ish kelsa 90% zavisi chiqadi. Manga musabsa 40 ming, manga musabsa 52 ming. Her ish kelsa o'xshash. Ishni ko'rsatmakka. Bahasini hozir deb turaman. Mana ishni qiladigan bo'lsanglar, ishchilar gazap yanchma bo'la qolinglar. Hozirdan o'tmagandek mana. Ishchilar peshat ma xotdir qilasizlar. Nima keyinlarga qilasizlar. Keyin nima turg'i qiladigan bo'lsanglar, gazap yema. Nima yon birinchi qiladigan bo'lsanglar, mana fingvidinglardan tab tayyorlab buni qilasizlar. Ko'ringlar. Mana ishchilarim gazap yema. Mana keyinlardan ko'rsizlar. Mashina gazap yema erishkilisi. Endi bahsi keldik, men talashmaydiganlar yerindayimjima. Men talışgan ballar yana meni onu deb men nima qilsam bo'lmaydi, bala qishlik qilsanglar shu talashmaydigan yerinlar deb chiqirma. Bundan kelmish doyni mashinani eng to'yon baho chiqirma, eng to'yon bahsiz olarsa talashmaydiganlar yerindayman. Erishkilisi 2022dan e-Power mana ishkili to'lak. Erishkilisi 95% zavisi chiqdi. Bugungi bahsi birdan 85 ming qo'ydilamjima. Qasasalar 85 ming qo'ydim. Talashmaydiganlar yeri. Unda bo'lsa davomli mashina lazım bo'llar. Mushu do'yon gap qilsal bo'ldi. Biz men hozir Mayso'zatga o'rnimiz Qashqar shahar kabini sho'cha jibojizmi? Qashqar shahar ko'rimiz bu yangi yo'llar xalqaro ishchi qol mashina hozir. Ay cho'ng darvazib cho'ng yo'lda futbol chirab Honda siyasatini qarshilab kelib qaysanglar. Yo'g'on akamlar rasm ham olsa oldiroq kelar. Men ba mashina ko'rsam mana. Mayadima vallahi kimiga 70-80 xil mashina bor. Her qanday mashina olgan bollar gap qilsanglar bo'ladi. Shu ham burungidek manda mashina barmi emas, manda mashina lazım deb ham gap qilsang bo'ldi. Unda avvalsini davomli o'sha saqlaymiz, qo'llab bergan bollar ko'p rahmat.